Qadrdon, videoda oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman. Qadrdon, assalomu alaykum. Xudo xolasa, klientimiz kanaldan ko'rgani kelgan holat qarang. O'ta ham achinarli holatda qirov olib, mana shu agregatga tent o'rnab bergani keldik. O'shancha hamisha klientlarimizga aytamizki, mana shu setkani olib tashlash kerak deymiz. Nimaga olasiz deyshadi. Mana sabablardan biri mashina o'zida qirovda olib qoladi setka. Setka bo'lmasa mashina narsa bo'lmaydi. Imkon qadar setkani olib tashlash kerak. Agregat tagiga chiroyli qilib tent qo'yib, klientimiz ishlarini bitkazib beramiz. Chunki shunday sifatli xizmatlar bo'lsa, aloqadamiz. Kanalda muammo borlar, tashlab ko'rasizlar bu videoda. Xudo manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Kuzatib boring, ko'rsatib boramiz. Qadrdon, holat ko'ryapsizmi? Muzni qarang, muzli davrda yashayapmiz, deb o'ylaysan. Hozir klientimiz ishlarini chiroyli qilib beramiz. Qadrdon, klientimizga chiroyli qilib tentlar qo'yib berdik. Xohlasa muzlamasligidan oldini oladi, muzlamaydi. Mana shuncha muz tushdi. Tagidan chiqqan muzlar. Qadrdon, ana o'zini muzini eritishni boshladi. Mana shu suv erib, muz eriganini hisobiga mana latoga to'planadi. Sovuqligini hisobiga metdan chiqib ketolmasdan muzlashni boshlaydi. Keyin o'shanda muz ko'tarilib boraveradi. Liniya dimlangani hisobiga. Biz qo'ygan tent foydasi mana shu tushgan suvda eritib, suv qilib chiqarib olish kerak tushgan muzni. Hozir shuni sinovini kutyapmiz, xudo xolasa. Mana oqishni boshladi.